Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Xudo xohlasa, yana bitta katta zdaniyamiz ham tayyor bo'ldi. Bu zdaniyamiz mana xoralarimiz 12,5 metrlik. Bemalol shuncha katta yukni ko'tarib turibdi. Xudo xohlasa talabga javob beriladi. Firmalarimiz mana ko'rib turganingizdek 22 metrga, xudo xohlasa zdaniyamiz uzunligi 80 metr bo'ldi. Firmalarimizning oralari 1,5 metrdan qo'yilgan. Taylari shoti bo'lgan. Polni materialimiz konteyner mahsulotidan tayyor bo'lgan. Xudo xolasa mana uzunligini ko'rib turibsizlar. 80 metr. Bez ustun 22 metr bez ustun qo'yib berildi. Buni xudo xolasa 22 metr emas, 26 metrgacha bemalol qo'ysa bo'laveradi. Bu firmamizdan taylar mana shoti bo'lib, hamma anaqalari korobka bo'lgan, stoyka zigzaglari. Kimga shunaqa joy bo'lsa, kimdadir tomiga o'ylanib, qanday materialdan yopsak bo'ladi deyotgan akalarimizga shu pastdagi nomerlarga 338 15 95 nomerlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu mehnatimizni qadrlab, bitta like, bitta podpiska bosib ketasizlar. Sizlardan boshqa insonlar ham ko'rish uchun bu. Bizga murojaat qilgan insonlar material olib kelib beray, uni olib kelib beray, buni olib kelib beray deb o'ylanmaydi. Hamma narsasi o'zimizdan. Xudo xolasa shu usta qornini baqish, shu kelishilgan dogovordek pulni berish bo'ldi, boshqa narsa so'ralmaydi. Xudo xolasa qolgani bizning mehnatimiz. Keyin bundan boshqa qanday tom yopish xizmatlari bo'ladimi? Misol, uyda tomi bo'ladimi? Katta molxonalar, chorvalar tomi bo'lsa, bunaqalar hammasi so'rtay bo'ladimi? Issiqxona hammasi bu materialdan bo'ladi, xudo xolasa. Arzon narxlarda. Sizdan talab qilinadigan narsa bitta like, bitta podpiska, keyin shu deb pastdagi nomerlarimizga murojaat qilish. Biz ishimiz polni shu konteyner mahsulotidan. Sizlarga ham shu konteyner mahsulotini tavsiya qilamiz. Hammanglarga rahmat.